Hammaga salom do'stlar. Bugun men YouTube'da qanaqa qilib hamkorlikda video qilishni o'rgataman. Birinchi YouTube'ga videomizni joylab olamiz. Mana joylanyapti hozir. Keyin bu yerdan xohlasangiz matn yozishingiz mumkin, xohlasangiz kerak emas. Men yozmayman, просто sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Hemme danışımız her pavarotta hoşun etmedi onu karnı doktan Now etsek ettik geldik bize yoktan Şerde başlamadı hayat ikkide Keyin esa xohlagan so'zingizni yozishingiz mumkin. Men bu yerga obuna bo'ling deb yozaman. Keyin auditoriya tanlaymiz. Bolalar uchun emas bu video. Yo'q deb qo'yasiz. Keyin hamkorlik va fikr deganni tanlaysiz. Hamkorlikni taklif qilish deganni bosasiz. Keyin o'zingizning hamkorlikda video qilmoqchi bo'lgan kanalingizni yozasiz. Men misol uchun Ozod.uz'ni yozaman. Statistikani ko'rishni bosib qo'yamiz. Chunki qancha prosmotr kelgan, qancha ko'rilganini, qancha obunachi kelganini ko'rsatib turadi. Keyin videomizni yuklab olamiz. Yuklaguncha kutib turamiz. Bo'lmasa ishlamaydi. Video yuklandi. Men hozir saqlangan xabarlarga o'tib, shu videoning kopiya qilib olganimni shunga joylayman va shuni ustidan bossangiz sразу YouTube Studioga kirib ketadi o'zi. YouTube Studiodan boshqa akkauntda turgan bo'lsa, shu akkauntga o'tirib olamiz. Hozir keladi shu xabar. Agar kelmasa boshqalardan kopiya qilib, yana shunaqa qilasizlar. Mana qabul qilish deganni bosasiz. Endi esa hamkorliklar deganda ikkita video ko'rsatilgan. Menga obuna bo'ling, like bosing.